Lutfi Media Texnika Çeklik şirketi işledi. Bu programmani Ürümçi Danışman Kitapçılık Çeklik şirketi alayda qo'lladı. Tögi bilan o'chga. Burunqi zamonda tögi bilan o'chga yaqin do'stlardan ekan. Dostum, yumur etmemimse? Bo'ladi. Aytay, angla, ha? Bir kuni nonning qo'rsiq chiqib ketib, o'zini yeb o'tibdi. Mana, mushum yumur bo'ldimi? O'zing mana hamsa. Mana. Bir kuni ikkisi o'zlarining bo'yi to'g'riliq takallashib qapti. Hammadan bog'u, bo'y egiz bo'lgan yaxshi, paka boz yaxshi emas. Egiz boz kalampay bo'ladi. Bo'y degan paka boz bak yaxshi. Ikkisi o'zlarining gapining to'g'ri ekanligini isbotlab bermoqchi bo'pti. Qanday bo'y egiz boz yaxshimikan? Oy. Egiz yedik narsalarni biz yelaymi? Oy. Bo'ldi, o'zingni qiynama. Ajab qiynaldimi? O'chga amalsiz ikki tarafga qarab, tuyuqsiz yondagi sungishni ko'rib qapti. Hamda sungishdan o'tib boqib kiribdi. O'chga boqib kirib, har xil yemakliklardan huzurlanib Ajab yotdi. tatlı mevlar ekan bu. To'yga o'chkining kaynidan agishib kelib, sungishdan kirolmabdi. Qandaq do'stim Tegvoy? Bo'yning paka bo'g'ini yaxshimikan? Egiz bo'g'ini yaxshi. Bo'ldi, jiq yaqinma. Avoy, yeydigan narsalardan ep chiqa. Bu ahvollarni ko'rib turgan ot ularga mundaq nasihat qildi. Sizlar teshig'i chiqinglar. Bo'ldi, talashmanglar. Ko'ngillarda mayda og'ritgan osh emas, ko'ngil og'ritgan do'st degan gap bor. Bir-biringlarga undaq azor bermanglar. Sizlar o'zinglarning yetarsizligini ko'rmay, ortiqchiliginglarni so'zlab yursanglar bo'lmaydi. Bir-biringlarnikini to'liqlab o'tinglar. Hikmat. Voy, men deydigan gaplarning hammasini ot akamiz deb bo'pti. Men sizlarga bir so'zning ma'nosini tushuntirib qo'yay, ha? Sungish degan qandoq nima? Sungish deganimiz bog' yoki ho'yli tomlarining ostidagi suv oqadigan to'shak. Karton darsi. Qo'shish amalini o'rganish. Bu nima? Qo'shish amali. Bu nima? Tang belgisi. Bir tal tavuzga bir tal tavuzni qo'shsak, ikki tavuz bo'ladi. Ya'ni birga birni qo'shsak, tang ikki bo'ladi. To'yga olib keldi 2 savza, 3 ga olib keldi 1 savza. Jami qancha savza bo'ldi? Jami 3 savza bo'ldi. 2 qo'shilgan 1 tang 3. O'shkijon, Xo'sh. sen buniga javob bera olasan, men seni yo'q qo'ydim. Seni so'ra. Bir qo'shilgan 3 tang qancha? Birga 3 ni qo'shsak 4. Mana amsa. Voy, ajab nochi. 2 otga 3 otni qo'shsak qancha bo'ladi? 1 2 3 4 5. 2 qo'shilgan 3 tang 5 bo'ladi. Assalomu alaykum o'maqlar. Biz sizlarga oldimizga keladigan birinchi oyda karton ko'rib qo'sh tilda hisob o'rgatadigan bir qo'shilgan bir nomidagi plastinkaning birinchi qismini sunamiz. Plastinkani salonimiz orqali sotib olishni unutmang. Har oyda bir plastinka chiqariladi.